Assalamualaikum. O'rtada? Ha, yaxshimisiz? Sizga ilhom nabisi? Ha. Bak hoşam ketdi, emish qizil degan narsaning bag'i. Ya soat qancha bo'lib ketdi, men nachida dedim. Mish qizillarga bilan qo'g'avadan saqlashga odat qilgan o'xshaydi. Kamida dedim. Ya burada dostum gelgen buyurtay. Parayı suğa. Yaxshimisiz? Sizni qiymayotgan degan. O siz shuma? Vaham pekchatdan kes suğa o'tiraman. Kes diyeceğim da koyayım. Ya mabıtım battı da şimdi elit fokulayım. Ağzım Ha, hoş ya. İmyayısı ya. Dokma. Geplayli. Ha. So'z so'rasam bular? Tekishmoq sormaydigan sen. Men odatda Avstraliyada turmayman. Xizmat qilish jarayonida xizmatdoshlardan chiqarib olamizlar. Masalan, ishimiz to'y qilib qolsak, qo'zg'ala olamizsiz-ya. Manda yoldan bana bırakın. Kanda kılıktan ağinamın tekne çarpına kısan kiloda birden yasayım ya. Aşkın sınava. Ben adette Avustralya'da ablam bilen bulundurmayalım, ablamla mücadele yok. Eğer işimiz korkup kalsak, ben ablam bilen çok bulunduruşumuz gerek. Bunu bakalımsız ya. Sizin alfamı takmırak etken ha. Alhamdulillah, bir mabet çıkartıl ya. Anamdaki toy kırım ya. Anamdaki bir yapmam ya. Ay, yine azrak işim var değil mi? Ya karam, hay kaçta dibarin tuğrunaktan isim önemli karam. Hey. Ay mama ya.
Sattan başqa ba'zilarda ko'ngil ketmaydi ha. Avustralyani apamdan tutma. To'yib bo'lsa, apamdan cho'qilgan turishimiz kerak. Uni qabul qila olasiz? Endi ikkimiz bir balo o'qigandan keyin birga bular. Kichik. Bosh. Hisob qiling. Sen 99 euro. 99 euro. İş var, bugün kurucu, altı soldu, kudu yok bir tane.
Keyfiyatınız da yaxshi emas. Chiq yaqman boshlayman. Siz bu yerlik emaskansiz ya? Qanaqa qilyapsiz? Bir qarab qo'ygan. Men Avstriyada o'qiyman. Ha. Hammamning aholisi bugun yigit turmush qilib yurdik kelgan. Bugun 3 yigitdan turmushdim. 3 yil imtihonimni o'tamdi. 3 yil o'tamdimi? Ha. İmtihanımdan da. Hammasi o'xshashgan. Sen. Şuna qatnashgan imtihonda benim qatnashmam. Shuna? Meni shu bilan qo'sham yo'q. Siz qolgan sendan chiqqanman. Bo'pti. Lekin mening da qatnashmam bor. Bekçi modda ketdim. Radiodan so'ng chiqib kelgan. Sual. Javob. Men Avstraliyada xizmat qilish jarayonida chiqarib, xizmatdoshlar bilan bo'lmayman. Agar ikkimiz to'y qilib qolsak, shuni qabul qila olasizmi? Bu degan odatga qoldi. Hozirgi zamonda erlarning ayol xizmatdoshlari bo'ladi. Ayollarning er xizmatdoshlari. Bu to'g'ri tushunish kerak. Lekin hozir davrda tirishib ishlab o'tib yaxshi turmushni so'zlash qiladi. Kichkina savolim. Men Avstraliyada opam bilan bildirmayman, opam bek oqirchilar. To'y qilib bo'lgandan keyin opam cho'qib bizdan bildirish kerak. Siz buni qabul qila olasizmi? Hey qizcha. Siz meni rostdan kiraga so'rab qoldingizmi? Ha? Siz kiragesh emasmi? Men kiraga emas. Mening dadam kichkina vafot etgan. Mening opam bekjon. Opamning taqqan jafosini tushdi. Ben oliy maktabga o'qib, endilikda shirkatda turdim. Shirkatim xeyli yaxshi ketib bordi. Men sizga o'xshash hozir bir baxtli turmush qura olmayman deb o'yladim. Lekin muvaffaq bo'lib chiqdi. Men bu to'g'risida chuqur opam bilan bilib turishim kerak. Agar siz bilan to'y qilsam, opamizni uzoq bo'ladi. Bu shirkatimizning ismi Hey, qattiq tushunma. Siz qaysi yurtda yashaysiz? men odatda chet elda turganim bilan uyg'urlarning kiravram orqali atanishibman. Siz yaxshi ko'radigan shu aytlar. Meni shirkatim emas. Şey to'xta ya. Bo'lsiz. Qanchaylik? Ha, bo'ldi. Voy, yo'q, sizdan Undaqsa xabar nega izlab qo'ysiz? Yo'q. Undaqsa rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, keyin mana